Kesrivami yoki tabiiy tug'ruqmi? Keling, bu qarorni belgilaydigan asosiy 3 ta faktni sanab o'tib ketaman. Birinchisi bu xavfsizlik. Tabiiy tug'ruq o'z nomi bilan bu fiziologik jarayon va albatta xavf-xatar kamroq. Kesriva esa bu jiddiy bir operatsiya va bunda xavflar har xil bo'lishi mumkin. Bu qon ketish, infeksiya tarqalishi, choklar yiringlashi va boshqa xavf-xatarlar bo'lishi mumkin. Ikkinchisi bu tiklanish davri. Albatta, tabiiy tug'ruqda tezroq ayollarimiz tiklanadi, og'riq kamroq bo'ladi, tezda oyoqqa turib farzandiga o'zi qara oladi. Kesrivada esa biroz tiklanish davri uzoqroq bo'lishi mumkin, choklarning bitishida muammolar bo'lishi mumkin va kesrivadan keyin asoratlar har xil bo'lishi mumkin va tug'ruqlar soni albatta kesrivadan keyin cheklanadi. Uchinchisi esa bu bola uchun ta'siri. Albatta, tabiiy tug'ruqda bolani o'pkasi tug'ruq jarayonini o'zida rivojlanib, bola tug'ilgandan keyin tashqi muhitga moslashuv jarayoni, ya'ni adaptatsiya osonroq bo'ladi. Kesrivalarda esa hattoki muddatida tug'ilsa ham bolani o'pkasi ozgina muammo bo'ladi va nafas olish buzilish sindromlari juda ham ko'p uchraydi. Xulosa qilib aytganda, agar imkon bo'lsa bu tabiiy tug'ruq, agar ko'rsatma yoki kerak bo'lsa, bu kesir kesish hisoblanadi. Buni albatta o'zboshimchalik emas, shifokoringiz bilan tug'ruqni belgilab o'tishingiz kerak bo'ladi. Sizchi, siz esa qaysi tug'ruqni tanlagan bo'lardingiz? Albatta, kommentariyada yozib qoldiring.